Qizilajalla mana keyingi modelimizda ko'pchilik intiqlik bilan kutayotgan Solli brendidan o'sha ветровка yubkamiz yetib keldi. Buni go'zalligini qaranglar, chiroyliligini. Buni narxi ham, kачествоsi ham arziydi kutganinglarga. Shunaqa udobniy, yengil ekan ветровкалari ham, qalingina yubkalari ham. Obzor qilib beraman. Oldinlarda shunaqa plashovka materialdan qilingan. Bu yoqda materiallari kombi, ya'ni veska bilan kombi qilingan. Zamokli oldilari shunaqa zapaxga o'xshash. Ikki yonida bo'cha cho'nchaklari bor. Ichlari ham astarli, sifatlari, kачестволari ham hisoblanadi. Yoqalari, manjetlari shunaqa veska bilan kombi qilingan. Qavilgan materialda mazza qilib, yengilgina issiqqina qilib kiyverasizlar. Orqalarini ko'rsatib o'taman. Yubkasiga keladigan bo'lsak, atraf etsada tepa qismi rezinka qilingan. Mana materiallarini qaranglar, veskasi katushka bo'lib ketmagan material. Eng yoqqan tarafi yubkasining ichi shunaqa paxmoli materialdan ekan. Issiqqina tutadi, mazza qilib bitta o'zini ham kiyib ketaverasizlar. Ichlarida shunaqa futbolkalar bilan kimga kerak bo'lsa повтор yana olib keltirib beramiz. Razmerlari 38 dan katta razmer 48 gacha. Hozir 9 ta seriya keldi qizilajollar, kichkina razmerda, eng katta seriyada bitta seriya kelgan. Narichada bo'lsa inshaalloh naricha kanalimizga yozib qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol zakaz berishingiz mumkin.